Hadi şampuan sottun boydu. Alpam şaka. Şokudan çalın ata. Hoppala. Menga qarang, kelin poshsha, kuyovlar keldi. Endi siz dugonalaringizni orqasidan bitta tepasiz. Baxtli bo'lish kerak. Hoppaladi. Voy, to'xta. Nima qilyapsanlar? Rohit mehrlardan bu yoqda ber ha. Amaki yeb qo'ydingiz. Buni kim birinchi sotib olsa o'sha keyingi uylanadi. O menga qara, shashvar bu latta-ku. Peshonasiga xotin bitgan bo'lsa ertaga ham uylanaveradi. Bema'ni urib aldataringga o'ynab qo'yay. Kuyov o'tirmayapti. Ha! Nega o'tirmas ekan, ha? Mana endi o'tiradi. Yanga, menda talang. Endi ko'rpacha birinchidan tam, keyin asal toy olib kelasiz. Ikkinchidan, uchinchidan choponni olib kelasizda o'zingiz chetib qo'yib, o'zingiz to'tal qo'yasiz. Onlaringni hurmat qilaylar, mollar. Dasturxonda ustayam o'ynaysanlarmi? Kuyov o'tirmayapti deysan, orqangda yalay bormi o'tirmaysan? Mani xotinim yangasi bo'ladi. Mani xotinim kuyovni ko'tarib qo'ysa baxtli bo'ladimi? Agar xotinim seni ko'targanda, hammani o'zim ko'tarib qo'yardim. Bema'ni urf odatlaringga o'ynab qo'yay. Sandaqa kuyov jo'ralardi, mollar. Kelinni oyog'ini botang, erkak bo'ladi. Voy, xotin tilib o'tdi, xotin tilib o'tdi. Kim nima bosyapti? Kuyov kelin onani botyapti, urf odat amati. Kelin kuyovnikini bosib qo'ydik. Endi bir umr kelin ro'zg'orda bosh bo'ladimi? Bema'ni urf odatlaringga o'ynab qo'yay, shashvarlar. Nima qilyapsanlar ey? Ha, bu kelin kuyov mana olovda atrofda aylanib baxtli bo'ladi amati. Kelin kuyov baxti olovdan so'raydimi? Xudodan so'rasin. Bo'ldi. Bema'ni urf odatlaringdan siqilib ketdim. Aytmoqchi emas edim. Aytaman. Siqilib ketdim. Otib tasalaring.